3 present continuous va present simple. Ya'ni I am doing va I do. Murphy janoblarning shunaqa yaxshi tomoni borki, o'tilgan ikkita mavzuni bizga solishtirib beradi. Ya'ni present continuous bilan present simple o'rtasidagi farqlarni ajratishni bizga o'rgatadi. Kelinglar, hozir biz present continuous qoidasini o'qiymiz. Use the present continuous to talk about something which is happening at or around the time of speaking. Ya'ni biza gaplashayotgan paytimizda sodir bo'layotgan narsalar haqida aytsak yoki biza gaplashayotgan paytimizda mana shu atrofimizda, ya'ni atrofimizda sodir bo'lgan ish-harakatlarga present continuous deb atayotganmiz, foydalanamiz shu paytda. Ya'ni kelinglar misolga qaraymiz. The kettle is boiling. Can you turn it off please? Choyning qaynayapti, deyapti. Qaynayapti. O'chira olasizmi? Iltimos, deyapti. Listen to those people. What language are they speaking? Ya'ni eshit odamlarni deyapti. Eshit ularni deyapti. Ular qaysi tilda gaplashyapti? What language are they? Ular nima, qaysi tilda gaplashyapti deb aytilyapti-da. Keyin where's Tom? Tom qayerda deyapti. He's playing tennis. Ya'ni u tennis o'ynayapti. Ayni paytda Tomni ota-onalari oqtaryapti. Ya'ni u misol uchun maktabdan kech kelgan bo'lsa va uyga kirmay turib to'g'ri tennis o'ynagani ketgan bo'lsa, ota-onasi oqtaryapti uni. Tom qayerda deyapti. Tom tennis o'ynayapti deb aytishyapti o'rtoqlari. Keyin what are you doing here? Bu yerda nima qilyapsan deb aytsak ishlatilayotgan. Ya'ni keyin 3 oydan keyin u Britaniyada bo'ladi. Shuning uchun u ingliz tilini o'rganyapti, deyapti. Ya'ni 3 oydan beri u Britaniyaga ketish uchun u ingliz tilini o'rganyapti, deyapti. Mana shu misolda hozirgi zamonda atrofida sodir bo'layotgan ish harakatni keltiryapti. Qaydan bilasizlar? Mana shu 3 oy davomida bir kunida u aylanishga chiqishi mumkin. Do'stlar bilan o'tirishga borishi mumkin. O'shaning uchun ana shu 3 oy davomida u ingliz tilini o'rganayotgan paytda boshqa ish harakatni ham qilishi mumkin. O'shanda biz ham present continuous ishlatamiz. Is the present continuous for a temperature station? Bu qoidani hozir aytishimdan oldin kelinglar, men sizlarga present simple qoidasini aytib o'taman. Present simple. Use the present simple to talk about things in general or things which happen repeatedly. Ya'ni buni o'tgan darsda ham aytib o'tganimizdek, umumiy narsalar haqida yoki deyapti, yoki qayta sodir bo'layotgan narsalar haqida gaplashmoqchi bo'lganimizda ishlatarkanmiz. Misol uchun bizda ayni navda turibmiz I do. O'tmishda qilgan narsamiz haqida aytishimiz mumkin yoki kelajakda qilmoqchi bo'lgan narsalarimiz haqida aytishimiz mumkin umumiy qilib, yoki esa bir narsani qayta bajarayotganimiz, biror narsani qayta bajarganimizda o'sha narsani aytishimiz mumkin ekan. Misolga qaraymiz. Water boils at 100 degrees Celsius deyapti. Ya'ni suv 100 darajada qaynaydi deyapti. Bu oldin ham 100 gradusda qaynagan, bizadan keyin ham 100 gradusda qaynaydi. Excuse me, kechirasiz, do you speak English? Ingliz tilida gapira olasizmi deyapti. Endi mana bu misollarimiz, e'tibor beringlar. Misollari bir xil. Faqat zamoni boshqacharoq va tarjimasi sal boshqacharoq tarjima qilinadi. Bunda the kettle is boiling deyapti, ya'ni choynak qaynayapti deyapti. O'chira olasizmi deb aytyapti. Bunda esa water boils at 100 degrees Celsius deb aytilgan bu gapda. Ya'ni suv 100 gradusda qaynaydi. Ya'ni doimiy narsalarimizda aytilyapti va yoki esa biror narsa qayta sodir bo'layotgan narsalarda aytiladi. Qoidasini bilib olsanglar va tarjimasi sal o'zgarayotganini sezsanglar, shunga doir bitta mashq ishlasanglar, bu yog'i keyin zo'r ketadi. Endi qaraymiz. Present simple davom etamiz.
Tom plays tennis every Saturday. Ya'ni Tom har kuni tennis o'ynaydi deyapti. O'ynaydi. Tarjimasiga e'tibor beringlar. O'ynaydi deyapti. Ya'ni ing qo'shib o'ynayapti. U har kuni a, yakshanba, bozor kunlari u anaqa qilmaydi demayapti. O'ynayapti demayapti. E'tibor beringlar. Present simple kalit so'zi bu yerda bizga every bo'lyapti. Every. Endi pastdagi misolga qaraymiz. What do you usually do at weekends? Shanba va yakshanba kunlari haftaning oxirida sen odatda nima qilasan, nima bajarasan deb so'rayapti. What do you do? Bunda ya'ni sen nima ish qilasan degan ma'nosiga teng. Misol uchun kimdirdan kasbing nima demoqchi bo'lsanglar ham o'rniga boshqa savol berishlari mumkin. Ya'ni what do you do qilib. Endi bu misolga qaranglar. Most people learn to swim when they are children. Ya'ni ko'p bolalar qachonki ular yoshligidan suzishni o'rganishadi deyapti. Suzishni o'rganishadi deyapti. Present continuousda davom ettiramiz qoidasini. Use the present continuous for a temporary situation. Ya'ni bunda bizada vaqtinchalik holatlarda ishlatamiz. Vaqtinchalik biror narsa bo'layotganda. Ya'ni misol uchun misoliga e'tibor beraylik, o'qiylik, tarjima qilaylik. Mana shunda nima mana u qoida, present continuous qoidasi bizga nima demoqchi bo'lganini biz aniqroq tushunib olamiz. I am living with some friends until I can find a flat. Man ba'zi do'stlarim bilan yashab turaman. Unga yangi kvartira topgunimcha deyapti. Man ba'zi do'stlarim bilan yashab turaman deyapti. Bu vaqtinchalik bo'layotgan ish harakat bo'lyapti. U yangi kvartira topsa, albatta o'sha do'stlaridan chiqib ketadi kvartirasidan. Topgunicha, ya'ni vaqtinchalik ish harakat bo'lyapti. Keyin mana bunga qaranglar. That machine isn't working, it broke down this morning. Ya'ni mana shu mexanizm ishlamayapti deyapti. Ayni paytda u ishlamayapti. It broken down in the morning. Ya'ni bizga qaranglar. Present continuousligini bizga payt holatdagi keywords desak, aniqroq qilib keywordlarimiz turibdi. Mana shu ertalab bu buzilgan. Va bugun kelib uni o'xshatsa, bu yana mexanizm ishlab ketadi. Mana shu misollarga e'tibor beringlar, chunki bu tomondagi present simple tushunib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu buzilgan narsani, ertalab buzilgan narsani usto kelsa, uni o'xshatsa, bu yana ishlab ketadi. Endi shu misolni endi present simple da ko'ramiz. Use the present simple for a permanent situation. Ya'ni doimiy holatlar uchun ishlatilgan biz. Bunda present simple'da permanent situationga ishlatilgan biz. Present continuous'da esa temporary situation, ya'ni vaqtinchalik bo'lgan holatlarda ishlatilgan biz. Endi misolga qaraymiz. My parents live in the London. Mening ota-onam Londonda yashaydi deyapti. They have been through for 20 years. Ular 20 yildan beri yashab kelishyapti deyapti. Endi ikkinchi misolga qaraymiz. That machine doesn't work. Ya'ni nima uchun does bilan berayotganda hozir mana bu gapni tushunib olasizlar. Bu mexanizm ishlamaydi deyapti. It hasn't worked for years. Ya'ni bu mexanizm deyapti. Yillar bo'lgan ishlamaganligi deyapti. Ya'ni buni ishlamaganiga yillar bo'lganligi uchun biza bemalol mana bu yerga doesn't work deb bera olganmiz. Agar bizada ertalab ishlamaganda edi, mana shu ertalab buzilib qolib ishlamaganda biz bunga present continuous berardik. Ya'ni isn't working, ya'ni u ishlamayapti, chunki u ertalab buziladi. Bunda aytyapti yillar buzildi deyapti. Yillar bo'lyapti buni ishlamaganiga deb aytganimiz uchun. Present simple'da mana shu ikkinchi gapida keyin biz ikkilanmasdan doesn't work deb ishlatar ekanmiz. Beqoidaga o'tamiz. Beqoidaga e'tibor beringlar. Mana bu yerdagi fe'llarimiz bizga juda kerak. Ko'p ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar mana shu fe'llarga e'tibor bermaydi.
va essay yoki speaking qilayotganda kichkina xatolarni qilib ballini pastga tushirib yuborishga sababchi bo'lib keladi. Ya'ni o'qiymiz. Some verbs are used only in a simple tense. For example, you cannot say I am knowing. I am knowing. You can only say I am now. Here is a list of verbs which are not normally used in the continuous tense. Ya'ni mana bu yerdagi fe'llarimiz faqatgina continuous zamonida ing qo'yib ishlatmaymiz. Misol uchun present simple, perfect, future kelganda o'zini joyi kelganda ularga ing qo'yib ishlatishimiz mumkin faqatgina deyapti. Biza odatda continuousga deyapti ing qo'shib foydalanmaymiz deb aytyapti. Ya'ni bunda want, need, prefer, like, love, hate, belong, see, hear, now, realize, believe, suppose, mean, understand, remember, forget, see. Ya'ni have deyapti when the main is possessive deyapti. See also unit 24. 24ga 24 unitga borganimizda biza ma'no hafta nima uchun ishlatilishi yoki nima uchun bo'lmasligi haqida aniqroq bilib olamiz. Endi think when the main it's the believe, ya'ni ma'nosi ishonmoq ma'nosi bo'lar ekan. Lekin bir narsani unutmanglarki, mana shu fe'llarimizda misol uchun sizlarga aytaman hozir. Think ma'nosini olsak, mana shu yerdan think ma'nosi ham ing olayotgan payti bor, ham ing olmayotgan payti bor. Ya'ni bular qaysi ma'nosida? Agar I think deb boshlasangiz, I think deb biror narsani aytib ketsangiz, meni fikrimcha deb aytganimizda, bunda biz ing qo'shmaymiz. Lekin men o'ylashimcha deb aytmoqchi bo'lsak, misol uchun I am thinking about desak, biror narsa haqida o'ylashingiz haqida o'zingiz o'zingizni aytsangiz, o'shanda biz ing olamiz. E'tibor beringlar. Thinkingdan keyin about kelyapti. About kelayotgani uchun biz bemalol ing qo'sha olamiz. See degan mana ko'rmoq degan fe'limizdan bizada ing olayotgan payti ham bor, olmayotgan payti ham bor. Ya'ni biza agar I see desak, ya'ni men seni tushundim deganimizda, bunda biza ing olmaymiz. Lekin agar o'zini ma'nosida kelsa, ko'rish ma'nosida kelsa, biza albatta ing olamiz. Misollarga e'tibor beramiz. Do you like London? Sen Londonni yaxshi ko'rasanmi deyapti. Lekin qaranglar, qausga e'tibor beringlar. Foydalanma deyapti. Bunday xatoni san qilma deyapti. Are you thinking bo'lyapti. Ya'ni sen yaxshi ko'ryapsanmi Londonni bola? Biz o'zimizda o'zbek tilimizda sen Londonni yaxshi ko'rasanmi yoki sen Londonni yaxshi ko'ryapsanmi? Misol uchun qaysidir ma'nosi tushishi mumkin o'zbek tilida. Hammasi ham misol uchun tarjima tushib ketavermaydi o'zbek tilida, lekin qaysi turlari misol uchun wantga o'xshagan narsalar tarjimasi tushishi mumkin, lekin hammasi ham tushadi degani emas bu. What do you think Tom will do? Nima deb o'ylaysan? Tom buni bajaradimi deyapti. What do you believe he will do? E'tibor beringlar, nima uchun bu yerda not turibdi, bu yer uchun nimaga teng ma'nosi turibdi. Not degan bunday qilma deb aytyapti bizaga. Ma'no teng ma'nosi esa bu ikkinchi variantda. Xuddi shunaqa desang ham bo'ladi. Chunki bu yerda mana sinkka aytib o'tgan. Bu ishonmoq degan ma'nosi ham bor deb. O'sha uchun biza what do you think demasdan what do you believe he will do? Nima deb o'ylaysan? Ishonasanmi? U mana shuni ishni qilishiga deb aytyapti. Boya sizlarga aytgan misolim mana kelyapti. Lekin deyapti. What are you thinking about? Mana sizlarga aytdimki about bo'lib kelsa, biza ing olamiz deb. Endi qarang, what is going on your mind? Mana bu yerda going on your mind deb kelyapti. Bugungi darsimiz tugadi. Sizlarga bu darsni yana ham mustahkamlab olish uchun shu mavzuga doir mashqlarni bajarishni aytaman va boshida aytib o'tganimdek Murphyni mashqlarini bajaringlar. Keyingi dars bizni kuzatib borsangiz present tense I am doing va I do with a future meaning ni keyingi dars o'tamiz. Buguncha xayr.